Qo'li tayyor turgan edi o'zida. Uni qo'yib yubormasa chiqib ketish mumkin edi bu vaziyatdan. Lekin qo'yib yubordi. Nega? O'zi chap qo'lini kiritayotganda shunchalik oson kiritganidan men o'yladimki, o'ngini qo'yib yubormaydi, baribir chiqib ketadi bu vaziyatdan dedim. Yo'q, o'ng qo'lini osongina oldi, yechdi va o'zaro ikki qo'lni bir-biriga bog'lab qulfni soldi. Tabiiyki sal tortsa bo'g'iladi. Bu holatni ko'rib oladi menimcha. Demak, keyingi jang Oyatulloh Anvarov ko'k burchakda, u Andijon viloyatidan, raqibi esa Islombek Alisherov Toshkent viloyatidan. Alisherov tanaga yo'llagan zarba bilan hujumni boshlagan edi. Birinchi holatda tizzadan foydalanish mumkin yoki yelkadan. Hozircha ikkalasini ham ishlatmadi Alisherov. U parterga tortmoqchi ekanligi sezilayotgandi va kurashchilarga xos usul bilan parterga olib o'tdi jangni. Full mount Alisherovda. Anvarov ustidan tashlamoqchi, qo'lga hujum qilib ko'ryapti. Yechib oldi. Bo'ldi. Oyatulloh Anvarov jangni muddatidan oldin yutib ketyapti. Full mountda zarba kutgandim, lekin u salgina qo'l bo'shaganini ko'rdi va darhol o'sha yerga hujumga o'tib ketdi. Birdaniga buni payqab qoldi hozir Qizil burchak vakili. Ajoyib. Takroriy lavhani ko'ramiz.